Assalomu alaykum, qadrli Kattol House kuzatuvchilari. Inshaalloh ishlarimizni boshlab oldik. Damlarni olib, yangi sezonni ochib oldik. Xudo xolasa bugun 25-may. Xudo xolasa bizni Kattolimiz Farg'onaga, xullas Farg'ona bilan Andijonda Bo'zdi chegarasida ekan. Kattolimiz 7 sotlik, 8 sotlik, 6 sotliklarga 6, 7, 8 sotliklarga bir xil mashqa yo'l beriladi akalar. Ko'rib turibsizlar. Xolasa bu kattolimiz polni to'rlilikda yasalib bitkazildi. Texnik arena bo'ladi bu kattolimiz. Bu yerda ham turbalar ishlatilgan, turbalar uchli orqalarida ham turbalari bor, turbalar uchli qilinadi. Bu katta yo'limizga xudo xolasa maksimum 180 kilo, hokalari 200 kiloga yaqin ko'mir ketadi. Ko'mirimiz bu katta yo'lda rasotga keladigan bo'lsak, o'rtacha sovuladi 120-130 kilo rasot qilyapti. Endi ananas olib ketsa ko'tariladi. 170-180 ga ham ketishi mumkin. Eshiklar suvli qilingan, zarramchilar tutamaydi. Xolasa buni osiltirib qo'yganmiz, padachiga ulanadi bu. Ko'y eshiklari vazirni bo'lgan, suv kiradi eshikka, chiqib bundan tepaga chiqib ketadi. Eski eshiklarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana taylariga katerga ruchkalar ishlatilgan. O'rtada to'siq qo'yyapmiz, eshikka ko'mir taqaladi, pastga tushib ketib qolmaydi. Shu minusimiz bo'layotgandi. Buni bartaraf qildik xudo xolasa. Eshiklar suvli. Bu havo yo'li bo'ladi. Ikki qator fonning teshiklari bor havoga, havo huda beradi. Havo deganda pastga qarab yonib tushaveradi. Texnik arena bo'ladi bu kattolimiz. Kichik tuzilmasiga keladigan bo'lsa, ikkita kitob orqasida turbadan kitoblar to'qilgan. O't yonib pastga yurib oladida, ilonz bo'lib u yoqdan bu yoqqa aylanib ketadi. Fonning to'rlilikdan qildik bu. Uchlilik ishlatiladi. Orqa eshiklar tozalaydigan xotlari bo'ladi. Ochadigan bo'lsa, ikkita kitob oralarini tozalagan bemalol xot bor. Mo'rini ata katta aytirardik 219 lik. 219 turbadan 6 metr qo'yadigan bo'lsa, tortish yaxshi bo'ladi. Imkon qadar yaxshi tortib tursa, ulitkamiz, ventilatorimiz kamroq yonib o'chadi. To'shdan ham ekran qiladi, samolyot holatiga yaxshi yon beradi. Xudo xolasa svet o'chib qolsa ham zo'r ancha-muncha katta yo'l o'chib qolmaydi, yonaveradi, alanga bilan yonaveradigan bo'ladi. Xudo xolasa, hop, bu yerda olib ko'rsataman 5 sotlik parnik, 2,5 sotlikdan ikkita 5 sotlik parnik, akam yo'lida uylarni kelajakda ulaydi ekan, shuna hisobidan kattaroq katta yo'lga bergan. Yasabiyati uni hozir katta yo'lliklar olib borib ko'rsatamiz. Xolasa faroviyat bilan noldan o'zimiz qilyapmiz. Akam Rossiyada turib zakaz qildi. Olib borib polni ishlarni bitkazib, hamma rasxodlarini qilib, xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib, ertaga topshiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar aytaverasizlar, bemalol aloqa chiqarasizlar pastdagi nomerlarga. Bu videomiz ko'proq odam ko'rish uchun like bosib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Like bossalar ko'proq odamga YouTube ko'rsatib berar ekan, algoritmi shu ekan. Endi buni odam YouTube'da jo'natish qiyin, undan ko'ra like bosib qo'ysalar. Hozir ko'pchilik hali bilmaydigan katta oladiganlar, qo'yadiganlar. Endi sekin-sekin xudo xolasa YouTube'da ham ko'proq odam ko'rishni boshlaydi. Bemalol fikrlarni kommentariyada yozib qoldira olasizlar akalar. Zakazlar bo'lsa bemalol qabul qilib olamiz. 10 kun 15 kun oralig'ida bitkazib olib beramiz. Xudo xolasa hozir ham 5-6 zakazlar kelishni boshladi, o'sha odamlar harakatni boshladi. Qishda g'amini yozday deganda hozirdan harakat qilsanglar katta yo'l sifatli bo'ladi. 100 ga olib borib qo'ysangiz bu oshno so'ramaydi, turaveradi bir chekada. Mablag'ga o'ylayotganlar, telefon qilinglar, kelishamiz. 50% pulini berasizlar. Dogovorda 50% tashab berasizlar. Tayyorlab qo'yamiz. Qancha 50% tayyor bo'lganda katta yo'lda olib kelsanglar, shuni olib borib yetkazib o'rnatish kerak o'rnatiladi. Dastlabki berish keraksa dastlabki beradi. Dastlabkilar O'zbekiston bo'yicha bepul. O'zbekistonning qaysi viloyatda bo'lishidan qat'iy nazar bepul yetkazib beramiz.
Zakaz qilib qo'yasizlar. Misol 1 oydan keyin pul kelam, 2 oydan keyin pul kelam. 50% berib qo'yasiz, qolgan 50%ni olasiz. Tayyor bo'lishiga telefon qilasiz, olib borib beramiz. Bundan maqsad vaqtdan yutiladi. Misol biz ham vaqtdan yutamiz, sizlar ham vaqtdan yutasizlar. Ertaga sovuq bo'lib, sovuq tushdi boshlaganda, sezon boshlaganda u 1 oy, 2 oylik o'chirib ketib qoladi. Shu o'chirib kutib qolmaysizlar. Sizlarga muammo tug'dirmaydi. Xohlasa pul bo'ldi, katta tayyor qilib qo'yamiz, 50%ni tashlab bersanglar. Olib boramiz, ishlar tezroq bitadi. Maqsad shu akalar. Hozir buni dastlabki qilib o'rnatiladigan xonadonni ham bir qator ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana yetib ham keldik. Mana shu 2 oparnik, 2,5 sotikdan shu 2 oyga bo'ladi. Bu chekkaga 4 qator, bu yoqqa 4 qator, o'rtaga 3 qator. Nariyada ham 2 chekkaga 4, o'rtaga 3 qatordan bo'ladi. Xo'p, shu 700 metr turga hisobladi. U yog'i, bu yog'i hamma yo'g'iga katta yo'l u burchakka o'rnaydi. Bu yoqdan uylarga tortarsa bo'laveradi. Bu yog'i parnikka. 700 metr ishlatilgan sababi emas, alohida 1 sotikka 80-100 metr hisob olish kerak. Biz aytgan sirlikni olishimiz uchun. Endi bu 2 oy yonlari alohidaligi uchun 5 sotikka 700 metr zapasi bilan dadil olsin deb ishlatdik. O'sha bu yerga 40 million 500 ming so'mga dogovor bo'lgan, 40 million 500 ming so'm ketadi. Отопленияsi, xizmati, nasosi, katta yo'li, olib kelish uстановкасы, sistema hamma yo'g'madi sizlar. Xohlasa bugun olib keldik, endi haytda o'tkazib ishni boshlaymiz. Xohlasa ishni boshlab tugaganda ham bu yerda bitta video qilamiz. Hozircha kelib dastlabkini ko'rsatdik. Katta yo'limiz kelib tushdi. Xohlasa mana shuni polnik aylantirib sistemalarni cho'tga qilib chiroyli qilib tortib beramiz. Xo'p, rahmat e'tibor uchun. Bizni kuzatishda davom etinglar. Katta yo'l house xizmatda.